Assalomu alaykum, berni xalqim, berni texnika obunachilari. 27-mart bizlar domga xizmatga kelganmiz, toza domga. Bu domni ko'vadan biladi. Toza domlarimiz bizlarimiz mana Murugayning orqasida domlar bor. Xatarına bari solinib, shunda chiroyli domlar solinadi. Shu vodoprovod xizmatine kelganmiz do'stlar. Qo'llanasiz bu yerdan vodoprovod qaziladi, bu yerdan kanalizatsiya qaziladi deb qarab. Video davomida ko'raverasizlar. Shunda xizmatga kelganmiz. Beruni texnikadan uzoqlashmaymiz. Texnikalar bari mana sas yurib turibdi. Boshdan mana musorlarni olib tashladi. Hozir transhisining o'zlarining liniyasini bersa, qazib sonra ko'mib ishlab beramiz, xudo xolasa. Agar irqilgidek bo'lsa, so'ng ko'mamiz ekan. Birdan podключение bo'lmaydi-da bularda. Mana bu yoqqa qarab kanalizatsiya qaziladi, bu yoqqa qarab. Ta'birazini aytib qaziladi. Video davomida qo'yib boramiz ishlagan ishlarimizni izini. Hammangizning kunlaringiz xayrli o'tgay. Beruni texnikaga podpiska qo'yib qo'yamiz.